Shuning bilan Qunduz amakining ertaklari tugadi. Real hayotda shunaqa holatlarda ham tugaydi. Kinolarda ham tugagan, o'lim bilan, har doim yaxshilik bilan tugaverdi. Voy mashallah, go'zallikni qaranglar, akalar. Qaysi biriga siqilaydi-ku, problema. Starter, motor. Bu yoqqa o'zi bo'ldi, tugadi. Prava. Qo'yilmi? Ketish kerak. Uyga tezroq. Nima qilamiz? Ha? Turishdi qarang. Toychoq. Problem, brother, problem. Allah kesin. Endi bo'ladi bunaqasi. Güzel bo'ldi. Balon qanaqa balon ekan-ki? Mana shu balon zo'r balon ekan. Radiyami aniq ekan. 8,5 ming kilometr yurdi, chishi yana mahanga. Joni pisha balon ekan. Endi tashab ketaman deb yo'ldim bo'ldi, yonib ketdi aka. Yuramiz oxirigacha. Olib qo'yapti. Eng qizig'i O'zbekiston terma jamoasi bilsin, qanaqa muxlislari borligini. Bu endi men ko'rsatib qilayotganim. Ko'rsatmay ashaddiy muxlis bo'layotganlar ham juda ham ko'p O'zbekistonda. Xudo xolasa terma jamoaga omad tilaymiz. Mayli bu qiyinchilik o'z yo'liga. Lekin futbolni ish qilib ko'raylik. Qanaqa joyda qolib ketib internetsiz ko'rmay qolmaylik. Ish qilib ko'raylik. Telefonda bo'lsa ham endi shunaqa o'pol orzular o'zgarib turadi. Joningiz sog' bo'lsin. Istanbulga yetib bora olmayapmiz. Yetib olamiz xudo xolasa.